Instagramda so'nggi yangilanishdan keyin top sizga kerak bo'ladigan 3 ta funksiya. Endilikda siz boshqa birov profiliga shunday osonlik bilan ulanib olsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu narsani sizga o'rgatishimdan oldin videoga like bosib qo'ying. Birinchi funksiyamiz nastroykadan. Nastroyka kirib instrument joyiga bosamiz. Bu yerdan prosmotr счетчик degan joy bor. Xuddi shu joyga bosib, mana shu narsani yoqib qo'yadigan bo'lsanglar, prosmotrlarni ko'rsatmaydi. Mana shu tarzda bo'ladi. Sizni profilingizni ko'rmoqchi bo'lgan odam prosmotrlarni ko'ra olmaydi. Ikkinchisi bo'lsa platniy podpiska. Bu narsa ham o'rtoqlar tez orada bizning regionda ham ishlashni boshlaydi. Hozirda mana knopkasi chiqib kelgan. Endi siz videolaringizni odamlar sizga pul to'lab ko'ra oladi. Uchinchisi bo'lsa общий доступ. Endi siz istalgan odamning Instagramiga ulanib ola olasiz. Ulanmoqchi bo'lgan akkauntingizga kirasiz. Xuddi shu общий доступ joyiga bosasiz nastroykadan. Mana shu joyga bosasiz. Mana shu joydan o'zingizning akkauntingizni yozasiz. O'zingizning akkauntingiz chiqadi. Shunda птичка bosasiz deb продолжить qilib yuboradigan bo'lsangiz, bu yoqdan ham продолжить отправить qilib yuboramiz va shu tarzda mana shu joyda akkauntingiz chiqadi. Ulab olgan odamingiz agar mana shu joyga kirmasa, sizning akkauntingiz ulanganini bilmaydi ham. Bemalol kuzatib o'tirsangiz bo'ladi. Instagram yurg'azish bo'yicha top 10 ta qadamni tekinga olish xohlasangiz, hozirroq kommentariyada Instagram so'zini yozib qoldiring va bu videoni barcha yaqin do'stlaringizga jo'natib saqlab qo'ying.